Assalomu alaykum qadrli Olam Sport.com sayti muxlislari, bizni YouTube kanalida va ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib borayotgan aziz sportsevar yurtdoshlar, sizlar bilan ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Olam Sportda yulduzli suhbatlar davom etadi. Bugungi suhbatdoshimiz 3 karra Olimpiya o'yinlari sovrindori, 2 karra jahon chempioni, Osiyo chempionati sovrindori, qator davlat mukofotlari sohibi, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan sportchi, O'zbekiston iftixori faxriy unvoni sohibi, El-yurt hurmati ordeni sohibi Rishod Sobirov. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum, rahmat. Bir inson uchun, bir sportchi uchun hozirgi berilgan ta'riflarning yuki qanchalik og'ir? Uni ko'tarib yurish, unga munosib bo'lish, unga loyiq bo'lish, uni mas'uliyati. Endi buni mas'uliyati katta, chunki biz yoshligimizdan hayotimizni shu sportga berdik. Qanchadan qancha ustoz murabbiylarning tarbiyasini oldik. Mana davlatimiz rahbarlari bilan uchrashdik, mukofotlar oldik. Buni to'g'risi ushlab yurish mas'uliyati juda katta. Chunki bizning davlatimiz shu darajada professionalni kadr qilib tayyorladilarki, biz kelajak avlodga shu narsalarni yetkazib berish farzimiz deb bilamiz. Faoliyatingiz haqida juda ham ko'p ma'lumotlar bor. Endi hozirgi yosh avlod vakillari, bugun o'sib kelayotgan yosh avlod vakillarida biroz endi baribir ma'lumot kamroq. Ular endi hozir internet avlod deymiz-ku. O'rta avlod vakillari haqingizda juda ham yaxshi ma'lumotga egalar. Keling ozgina o'sha dastlabki qadamlarni biri eslaylik. Jondor tumani, Buxoro viloyati o'zi nafaqat o'sha yakkakurash sportlari, balki shu dzyudosi bilan mashhur bo'lgan Olot dzyudo maktabi degan alohida termin bor u yerda. Rustam aka qo'llarda boshlagansiz, 11 yoshingiz adashmasam. O'sha birinchi qadamlar bu oilaviy muhit ta'siri bo'lganmi yoki o'zingizdagi qiziqishmi? Nima uchun aynan dzyudo? Aslida dzyudo yengil yo'l deb tarjima qilinadi-ku falsafasida, lekin aslida bu yengil yo'l emas. Buni mashaqqati juda ham yuqori. Endi o'zingiz bilasiz, Buxoro, Surxondaryo, Qashqadaryo o'sha polvonlar yurti deyilgan azaldan o'sha ma'murda polvonlar ham bo'lgan, kurashgan. O'sha vaqtida bobom ham mani to'yda olishib yurganlar, kuragi yerga tegmagan polvon bo'lganlar. Endi bu narsa menimcha o'sha bobomdan qolganmi, men o'sha yoshligimdan 5 yoshimdan men kurashga qiziqardim. Maktabga borsam ham to'g'risi maktabdan tugatishi bilan 2-soatdan bitta avtobus ketardi. Bir kunda 10 taga yaqin to'y kurashda kurashardik. O'zimizni milliy kurashda to'y kurashi. O'zimizni milliy kurash ham rivojlandi, lekin baribir Olimpiada o'yinlarida yo'qligi sababli men o'sha 1998-yil Olot tumanidagi 7-Olmos sport dzyudo maktabiga bordim. Aynan dzyudoga ixtisoslashgandi. Ustozlarimiz Bahrom Abdullaxatovlar, ungacha bo'lgan Odil aka, ammamning o'g'li Shokirov, keyin o'sha Rustam To'rayevning o'zlarini anaqalar qo'l ostilarida biz dzyudo sportini tanlab hozirgi darajaga keldik. To'y kurashlari haqida gapirib o'tdingiz. To'y kurashlarini hozirgi shu dzyudochilarning aksariyati boshlang'ich nuqta to'y kurashlaridan boshlangan va o'ziga yarasha parterda ham o'sha tatamida ham ustunliklari bor. To'y kurashga tushganlarni. To'g'rimi bu? Yordam beradi demoqchiman. Oson kirishib ketadi shu to'y kurashib yurganlar dzyudoga. To'y kurashda olishib yurgan ozgina kuchliroq bo'ladi, chidamliroq bo'ladi. Uncha-munchaga yiqilmaydi. Keyin priyomlari ham ko'p bo'ladi. Lekin baribir dzyudo sportiga kirgandan keyin ozgina o'sha texnika va taktika deydimi ruscha nimada o'sha usullarni o'rganmasa, to'yda olishib yurgan polvonni kavorda kurashib yurgan bola yutib qo'yish osonroq. Chunki yiqmasa ham uni masalan shido bahosi bilan tortib, bu yoq o'zini kirgandek usullarga qilib 4 minut vaqt beradi, 4 minut 5 minutda yutib qo'yish oson. Shu uchun baribir to'y kurash bilan kavorda yurgan polvonni ozgina musobaqada bilinadi. Lekin chidamlilik tarafda to'y kurashda kurashib yurgan bola baquvvat bo'ladi. Hozir mana Olimpiada chempionini, dzyudo sporti bo'yicha Olimpiada chempioni keltirib to'yga qo'yay, qishloqlarda yurgan shu traktorchi polvonlar bor, ularni bir kunlab olishsa ham yiqolmaydi-da. Ular chista shu to'yda kurashib yurgan polvonlarda ular biladi. Birinchi o'rinda polvon yiqishdan oldin yiqilmaslikni o'rganish kerak-da.
Oriyat Ha, aqlli ular, juda ham aqlli. Ular mayli yiqolmaydi, lekin siz ularni ham yillab kurashsangiz ham yiqolmaysiz. Ana shunday to'yda qadimiy polvonlar borda. to'y kurashini o'ziga yarasha bir nimasi ham borda, oriyatda atrofingizda qarindoshlaringiz, qo'shnilaringiz bo'ladi. Ularni oldida yiqilish bu azob, to'g'rimi? Dog'ani oladi, sekingina formani kiyadi, jelayda yotib, nimani figurani ko'rmasdan ketdi shu bilanda. Katta tovoqlar qo'yiladi, o'sha sovrinlar qo'yiladi to'y kurashlarda. Nishot Sobirovning olgan eng katta yutug'i qaysi bo'lgan esingizmi? Endi maniki aka, to'g'risi biz olishavergan paytlarimiz o'sha nima deydi, ummasi kalish bir nima kichkina besta bo'lganman-ku aka, uni bir katta tabaqlar olmaganman. Olgan bo'lsam ham bir sarka, bo'g'loqchalar olgandirman. Asosiy tovoqlar o'sha mutlaq vaznlarga qo'yilgan. Mutlaq vaznlarga qo'yiladi hozirgi vaqtda ham, lekin zo'r ana shu bir yilda bolalar yaxshi ishlaydi, mashinalar, pul mukofotlari, uylar. Buni ko'rib kelyapmiz, o'sha kurashda ham, to'y kurashlarda ham. Aksariyati o'sha dzyudo sporti bilan shug'ullanib yurganlarimiz. Va katta yo'l, o'sha dzyudodagi katta yo'l baribir o'sha Xitoy Taypeydagi yoshlar o'rtasidagi Osiyo chempionatidan keyin boshlandi desak, balki to'g'ri bo'lar. Chunki o'sha muvaffaqiyatdan keyin terma jamoa safiga qo'shildingiz va terma jamoa tarkibidan kelgan saralash o'yinlaridan o'tib 2008-yil Olimpiadaga yo'llanma oldingiz. Va faoliyatingizda eng katta o'sha o'rin tutadigan murabbiylardan biri bu Andrey Shturbabin. Aynan shu murabbiy qo'l ostida siz uchala Olimpiadada ham suratlaringiz birga. Shu Andrey Shturbabin haqida va terma jamoaga tashlangan birinchi qadamlar. Endi o'sha raqobat kuchli bo'lgan-a? Kuchli edi. Xitoy Taypeydan o'sha Andrey Anatolovich o'sha vaqtidan 2000-yilda Olimpiadadan keyin bu kishi ham o'smirlar o'rtasida bosh murabbiy bo'ldilar. Biz bir vaqtda kirib keldik. Shu bir vaqtda kattalar o'rtasida ham bosh murabbiy bo'lganlarda men Molodojniydan, o'smirlardan уже kattalarga o'tganimda 2007-yil O'zbekiston chempioni bo'lib, biz bir vaqtda boshladik Olimpiadaga, 2008-yil Olimpiadaga ham bordik. Endi bu professional murabbiy men uchun shu dunyodagi eng yaxshi murabbiy nominatsiyasini olganlar 2011-yil ko'p shogirdlar chiqarganlar. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan murabbiy, tajribasi katta Andrey Anatolichda. Birgalashib ishlaganmiz. Hamma ana shu o'smirlar, yoshlarda qilgan trenirovkalarim va olgan ustozlardan ilm tajribalarimni hammasini bitta qilib vzroslida katta nimalarda berdida shu Andrey Anatolichdan ko'p narsani o'rgandim. Sportchilar aytishadi, atrofda zalda masalan 5000 odam bo'ladi, 10000 odam bo'ladi, lekin bitta odamni hayqirig'i o'sha hayqiriqlar orasidan eshitiladi, bu murabbiyimniki deydi. Qanaqa ajratib olinadi u? Sportchisiz-ku. Shuncha shovqin bo'ladi, lekin murabbiyniki kiradi-da quloqiga sportchini. Eshitiladi, ba'zida shu qizishib ham ketadi, ko'p joylarda Andrey Anatolichga ham aytaman, gilamga chiqayotganda aytganman. Iltimos, faqat mate bo'lganda, to'xtaganda qarayman, keyin o'sha vaqtda gapiring siz menga deyman. Olishib turganingizda ham ba'zida murabbiylar qizishib rostdan yaxshi ko'radi-da. Qizishib, masalan, siz boshqa tarafga usul o'ylab turganingizda, sizni murabbiy bu tarafga gapiradi-ku, keyin o'sha vaqtda kallada chalg'iydi odam. Shuning uchun har doim murabbiylarga aytaman men, kurashgan paytda gapirish kerak emas, chunki kurashganda odam uni his qiladi. Murabbiydan ham ko'proq уже siz uni ko'rib bilasizda. Masalan, уже siz tayyorgarlik ko'rib turibsiz. Xuddi sher o'ljasiga hujumga o'tadigandek qilib turibsiz, lekin o'sha paytda chalg'itib kimdir bu tarafga kir desa, siz o'ngni o'ylab tursiz, u chapga bo'lsa bo'lmaydi. Shuning uchun ba'zida ustozim nima qilib qo'yadilar. Atbori qanaqa bo'lgan o'sha birinchi olimpiadangizda? 22 yoshda borgansiz olimpiadaga. Ha, birinchi olimpiadam o'sha 2007-yil O'zbekiston chempion bo'lganimdan keyin Kuvaytga ketdik, Osiyo chempionatiga ikkinchi o'rinni oldim. Keyin 2008 Xitoy Taypeyda bo'ldi. Yana 3-o'rinni olib va yo'llanmani qo'lga kiritdim olimpiadaga. Eng yosh edim men, lekin rostdan olimpiadani bunaqa darajasi yuqori, bunaqa hayajonli o'tishini hech kutmagandim. Birinchi borganmiz, hali kurashmaganmiz, hali hamma narsa ertalabdan kechgacha
ovqatlanadigan joylar. Kamiga dzyudochilar boshlab beradi har safar olimpiadadagi ishtirokka. Ikkita Birinchi olimpiada medalni ham birinchi kun boshlab berganman-da. o'sha birinchi medalni dzyudochilar beradi-da, mas'uliyati ham yuqori bo'ladi dzyudochilarda. Chunki birinchi kuni qanaqa bo'lsa, natijasi keyingilarga ta'sir qiladi. Sizlardan boshqa sport turi vakillari duh olishni boshlaydi-da. Qiyin bo'lgandir bu jihatlari ham. Endi ikkita olimpiada ham ochilish marosimiga chiqmaganman, chunki kurashadigan ochilish marosimidan keyingi kun men olishganman ikkita olimpiada, Bejing va London olimpiadalarida. Endi haqiqatdan ham sizni olgan medalingiz terma jamoangizga va qolaversa boshqa sport turlariga ham ruhan bir kuch beradi-da. Haqiqatdan ham o'sha medal oldi, hammada ozgina hayajon bo'ladi, o'sha bosiladi, ishonch paydo bo'ladi. Ikkita olimpiadada ketma-ket 60 kg vazn toifasida tushdingiz va uchinchisida 66 kg vazn toifasiga o'tdingiz Rio olimpiadasida. Rio olimpiadasidan oldin jahon chempionatida ham bu vaznni sinab ko'rdingiz 15-yillarda, masalan, Rossiyadamida shu jahon chempionati. Ostonada, Qozog'istonda. Qanaqa bo'ldi? Nima o'zi sabab bo'ldi? Vaznni qila olmaganingizmi? Chunki baribir vazn ushlash qiyin-da sportchilarga. Vazn ko'tarildimi? Nima sabab bo'ldi asosiysi? Endi uncha ko'p vaznim ham yo'q edi. 68-66 kilo bilan yurardim. 6-8 kilolar buni olib qarasam, hozirgi dunyo qarashimda bu vес tashlash emasda. Rostdan ham agar professionalni bo'lganda odam yoshi o'tirsa, lekin baribir maslahatim hozirgi yoshlarga ham federatsiyada kuchli diyetologlarni berish kerak-da. Aqlli ves tashlasa, birinchi uni sapernigi o'sha tarozidan o'tguncha vesi bo'ladi-da, polvonni. O'sha vesini yengi bilsa, keyin u yog'iga qanaqa kurashishi shunga qarab bog'liq-da. Chunki organizmda qon bilan suv boshqaradi. Biz tashaganmiz, qiynalganmiz, suv ichmasdan, hech nima yemasdan, faqat oxirida 100 gram, 200 gramlar qolganda rosa qiynalganman-da, charchaganman buni olib qarasam, psixologik. Keyin shu olimpiadadan keyin 66 ga o'tganman, lekin 66 ga ham uncha vesim bo'lmagan. Mana shu olimpiadaga 66 ga 64 700 gram bilan o'tdim. 1 kilo 300 gram kam ves bilan o'tdim men. Chunki har bitta vessaligi qo'polroq qilib o'tganning o'zini volklari bo'ladi-da, baribir. Siz masalan bu yengil vazndan tepaga o'tyapsiz, uni o'zini baribir spesifikasi bor, o'zi alohida nimasi bor uni. U masalan boksda 2 kg qo'shib boriladi vaznlarga. Bunda 6 kg o'rtadagi farq. Shu nuqtai nazardan so'rayapmanki, qanchalik o'sha bo'rlar orasida kurashish qiyin? Endi bir tarafdan katta bo'lganingizdan keyin yoshingiz kattaroq bo'lgandan keyin vaznni o'zgartirish kerak emas deb o'ylayman hozirgi yosh sportchilarga. Bitta vesda aytganingizdek ushlash kerak. Masalan, har bitta vesda o'ziga yarasha kuchli va volklari dedingizki, shunaqa zo'rlari bo'ladi. Ular 66 ga masalan 80 kilodan ham keladiganlari bor-da, ularni o'rganish kerak bo'ladi. Agar siz yosh bo'lsangiz, men masalan 22-23 yoshda vazn almashtirsa bo'ladi, ana maladosh yoshigacha o'zgartirsa bo'ladi tez-tez. Lekin ana shu katta vesga o'tdimi, o'tgandan keyin, kattalarga o'tgandan keyin vazn o'zgartirish kerak emas. Chunki odam o'ynab qoladi-da. Har bitta vesni ushlash kerak, maqsadni uzoq qo'yish kerak, olimpiadaning oltin medalini o'sha vesda dunyo reytingida qattiq ushlash kerak-da. To'g'ri qaror bo'lganmi shu payt tomondan? Baribir Anatoliy bilan gaplashgansiz, shu maslahatlashgansiz? Yo'q, lekin rostdan 60 kiloda kurashsam bo'ladi, chunki uncha vesim ham yo'q edi-da, menda 65, 66 kilo edim. Yoki 60 ga boshqa odam qo'shmoqchi bo'lganmi? Yo'q, Andrey Anatolievich o'zi menga 60, davay 60 dedi, keyin men 66 da turib oldim. Boshida yaxshi kurashdim 66 da ham, sразу olimpiadadan keyin Londondan keyin Abu Dabida turnirda finalist bo'ldim. Yaxshi edi, brosoklarim ham joyida edi. Keyin ana shu o'zim kachka qildim, yoshim ham 60, yoshim ham 30 ga qarab yaqinlashib qoldi, vitaminizatsiyalar qilib, kachka qilib, men o'sha nimalarimni yo'qotdim, chustuvalarimni. Brosoklarimni, chustuvalarimni yo'qotdim 60 dagi kurashimda, 66 da.
arada o'zingiz ham xabaringiz bor, 1 yil 2 yil mobaynida men rezultat bermadim uncha. 66 kiloda moslashishim qiyin bo'ldi. Keyin ana shu Samsungdan keyin Grand Prixda chempion bo'lib, keyin уже Toshkentdagi mana bu musobaqani yutdim, Astana, keyin Olimpiada bo'ldida. Moslashish 2 yilga yaqin davom etdi. 2 yilga yaqin davom etdi. Qotib qoldim-da men ozgina o'sha vaqtda o'sha 66dan 66ga o'tganimda ham o'sha men chustvam, o'sha brasoklarim ushlab qolganimda edi. Yana juda chiroyli olishsam bo'laydi-da. 2009 Yaponiyada jahon chempionatida yutdingiz. 2010 adashmasam Parijda ketma-ket. Ikkitasida 10-11da bo'ldi. Yaponiyada kurashish bu juda qiyin narsa-da. Yaponlar mana hozir sentyabr oyida Osiyo o'yinlari bo'ladi-ku Yaponiyada. Yaponlar hamma vaznda harakat qiladi, olishga oltin medalni. O'zida yutqazish bu boshqa sport turi vakili, boshqa davlat vakiliga ular uchun hali oriyatda o'rtaga qo'yiladigan narsa. Nimani evaziga bu Yaponiyada g'alaba qozondi deb o'ylaysiz? Bular endi men ko'p Yaponiyada bo'lganman. Pochta 10 yillab 2-3 oylab ham borlarda yurganmiz. Bu hammasi, lekin to'g'risini aytsam, mehnat evaziga. Mehnatda juda qattiq mehnat qiladi bular, lekin aqlli ham mehnat qiladi-da ular. Bular masalan, bularda maxsus sport maktab internatlari yo'q. Bular bir mahal trenirovka qilsa ham zborga kirgandan keyin o'sha institutlariga, maktablariga xat qilib berib, ozod bo'lib, keyin zborga kirgandan keyin 2 mahal trenirovka qilgan. Ungacha bir mahal trenirovka qilgan bular. Lekin bir mahal ham 3 soat, 4 soat. Kamida 30 ta 40 ta kurashganda, uncha kurashganingizdan keyin haqiqatan ham mehnatda men ko'raman-da, 40 talab biz hayotimizda olishmaganmiz-da. Shuncha yil men zborniyada yurib, shuncha yil trenirovka qilib 40 ta kurashmaganman-da. Bu bitta mashg'ulotda bo'tgan narsa. Bitta trenirovkada 40 ta sxvatka qiladi. Mana shu qora belbog'da ustidan oq sariq belbog' to'qgan dunyoning zo'rlari, yaponlari o'zlari chiqmasdan kurashadi. Lekin masalan joyi kelganda nima qattiqroq kurashib rubka qiladi, lekin qolgan sxvatkalarni ham berib qo'ymaydi-da, yiqilib bermaydi. O'zini ushlab qoladi, o'lib qolgan bo'lsa ham charchab shu zahvatga turib berib yuradi. Aka telefon o'zida bo'lish kerak. Masalan, soat 22:00 ga 22:00dan keyin atbo'y uxladan olib, bu telefon shu paytda telefonni olib qo'yish balkim. Endi aka, hozir men o'g'lim mana 13-14 yosh, hozirgacha telefoni yo'q-da, lekin baribir hozir berib qo'ysam sutkalab o'tiradi-da. Baribir mana tarbiya bu. Uyda bo'tgan tarbiya. Lekin endi bu katta bolalarda aka baribir o'zida ham bo'lish kerak-da aka, qachongacha uni telefonni olib qo'yasiz, yastig'ini teydan, unisidan olib, masalan terma jamoada olimpiadaga tushadigan sportchi 1-nomer, 2-3-nomer bo'ldi, uni har kuni telefonni olib qo'yaversangiz, boshqa qilaversangiz. Endi kechirasiz, Dilshod, siz shu to'g'ri sizlar paytda masalan ijtimoiy tarmoqlar juda rivojlanib ketmagandir, lekin baribir internet degan narsalar bor edi-da. Telefondan kirmasa ham kompyuterdan kirish mumkin edi, telefonlar bor edi, gaplashish mumkin edi do'stlar bilan. Hozir ayrim sportchilarimiz shunchalik sport yulduzi demaymiz-da, uni internet yulduzi bo'lib qolganda, mashg'ulotini ham har mashg'ulotini yoniga qo'yib qo'yib videoga olib ijtimoiy tarmoqqa yuklaydiganlar ko'payib ketdi-da. Haligi nima deydi, ijtimoiy tarmoq qirollarga aylanib ketdi, qirolichalarga aylanib ketdi-da. Ayrim sportchilarimiz hammasiga tegib ketmasmi bu narsa? O'shaning uchun ham aksariyat natija bo'lmaydi ekan. Endi kimga kerak? Media shunaqa rivojlandi-ku hozir, media jangchilar rivojlandi-ku. Aka, siz zo'r bo'lsangiz, sizni zo'rligingizni dunyo tan olib biladi aka, baribir. Masalan, o'zi 1,5 soat, 1,5 soat trenirovka, uni ham hozir nima 40 minut razminka bilan o'tadi. Agar yaponlardek kirib muzikani qo'yib 10 minut samosiyatini cho'zilib, keyin 40 ta olishsa-ku boshqa gap. Bizda hozir 40 minut, 50 minut ba'zilarda razminkamiz bilan o'taydi-da. O qancha trenirovkamiz qoladi? Agar biz faqat xayolimizni shu relsga qo'ysak, istoriyaga qo'ysak, boshqa qilsak, biza paytida ham bor edi, 16-yillar rivojlangan edi, lekin ko'p televideniyalar boshqa narsa. Men lekin shu narsalardan yiroqda edim, rostdan ham-da. Men olimpiada ketguncha, musobaqa ketguncha bironta anaqaga
televideniyega men intervyu bermasdim-da. Rostdan men qo'rqardim zo'r bo'lsam ham shu darajada. Shu xalqni oldiga musobaqadan oldin chiqib biron narsa deb qo'ymay, ertaga borsam nima bo'ladi? Bu sport. Bu raqibingni gilamga chiqib yutmaguncha biron narsa deb bo'lmaydi bu. Rostdan-da ertaga bilmaysiz, qanaqa zo'r bo'lsangiz ham bir shappotda boksda bir mushta uxlab qolishingiz mumkin. Yoki zudoda bir pasechkada ipon tushib ketishingiz mumkin. Birontasi ko'tarib uradi, mana zo'rman deb borasiz, chistiya urib yerga qarab kelasiz. Shu uchun Parijda isbotladingiz, jahon chempioni bo'lish oson demayman, lekin uni himoya qilish qiyin-da. Ketma-ket 2 marta isbotlash uni ancha qiyin. Uncha sportchiga nasib qilmaydi. Bu ham menimcha o'sha disiplina, e'tiborga qarash, musobaqaga va mehnat evaziga kelgan bo'lsa kerak. Baribir o'sha Yaponiyadagi yutqizgan sportchilar, Yaponiyadagilar keyingi jahon chempionati alam olaman bundan degan baribir bo'lgandir shunaqa narsalar. Qanaqa bo'lgan ikkita jahon chempionati, ketma-ket oltin medal? Endi o'sha ikkinchi jahon chempionatida yarim finalda nimada ana unga yiqilib ketdim-ku vazariga, Karechga. Shunda ipon berdi sudya. Shunday boshimni ushladim. Men aytdim, ketdi ikkinchi chempionat mera dedim. Lekin tayyor edim men. Tayyorligim har taraflama edi. O'zimda ishonchim ham bor edi, yutishimga, himoya qilishimga ham nimam bor edi. Lekin har bitta raqibimni yutib chiqmaguncha men ikkinchisiga nastroy qilmaydim-da. Shu odatim bor edi-da men. Silabi bo'ladimi, kuchli bo'ladimi, o'shani yutganimdan keyingi suhbatga men harakat qilaydim. 3 ta olimpiada, 2 ta jahon chempionati va adashmasam 30 yosh edingiz sportdan ketgan paytda. 32 bor edim. Bu ozgina hali bordi degan savollar yo'qmidi shu paytda? Yana bitta hech bo'lmasa olimpiada bo'lmasa ham jahon chempionati. Lekin kurashsam bo'laydi, chunki 66 kiloda endi moslashib o'zimda bir ishonch paydo bo'lganda Rio olimpiadadan keyin yana ham Tokioga olishsa bo'l. Endi shogirdlar, xohlasa shogirdlarni tayyorlaymiz. Mana maktablarimizni ochdik. Mana shu boshimizdan o'tkazgan narsani bersak ham bo'ldi, biza kitobdan, gazetadan olib o'qib bermaymiz. Mana shu hayotimda kechirgan narsalarimni shogirdlarimga aytib berib, tarbiyalay, bular oladigani olsin. Tamom, olgani ishonchim komil. Xudo xohlasa kam bo'lmaydi. Xo'p, sizni ma'lum vaqt yo'qotib qo'ydik. Keyin surishtirsam, Amerikaga, okean ortiga ketdi Rishod deb aytib o'tishdi. Nima sabab bo'ldi bu okean ortiga ketib qolishingizga? Chunki bunday kalibrdagi bunaqa yutuqlari ko'p sportchilarimiz odatda qolib, murabbiy sifatida keyingi yosh avlodga, yosh avlod emas, o'sha terma jamoaga murabbiy sifatida ishlash mumkin. Bunaqa narsalar ko'p bo'lgan bizning sportimizda. Nima uchun ketib qoldingiz? Endi ko'p chet davlatlarda yurdik, musobaqalarda yurdik. Bir tarafdan olimpiadadan keyin O'zbekistonda turib qolganim ham qanday nima bo'ldi-da. Ana unaqa. Men aytdim, chiqmasam bo'lmaydi dedim. Musobaqaga chaqirib qoldi o'zi Mayamiga. Bir borib keldim-da, keyin borganimdan keyin o'sha zudo bilan shug'ullangan surxondaryolik polvonlar bor ekan. Polvon dedi, Amerikadan ham dedi, bitta zal ochamiz dedi. Siz bosh bo'lib tursangiz dedi, men dedi, o'zim homiylik qilaman dedi. Lekin men o'zi 2016-yil olimpiadadan keyin mana prezidentimiz tomonidan Dinamoda sport majmuasida Rishod Sobirov zudo maktabini ochib, ustozim Elbek Umarov bilan birgalikda boshladik. Mana Murodjon Yo'ldosh, Doston Ro'ziyevlar, mana Ernazar Sersinboyevlar, ko'p shogirdlarimiz Dinamodan chiqdi, mana jahon chempionati sovrindori bo'ldi. Osiyo o'yinlarini yutdi Murodjonlar. Olimpiada qatnashchilari bo'ldi ikkitalar. 23-24-yilda shu bilan borib, mana endi sertifikatlarni, dokumentlarni taxlab, hozir Axayoda Rishod Sobirov zudo maktabini ochdik. Mana ikkinchi maktab bo'ldi. O'zbekistonda bitta, Axayoda bitta. Hozir Chikagodan vatandoshlarimiz so'radi zal ochishni. Ha, keyin Pensilvaniyada juda ko'pda. O'zbeklar ko'pda hozir. Ha, 10 mingga yaqin o'zbek bor. Har bir shtatda bitta tumanchani o'zida mana shu 5 ming, 10 mingta, 12 mingtalab saytlar bor. Mana shu Telegram gruppalar, ana shuncha vatandoshlarimiz bor. Ana shu hozir 100 taga yaqin shogirdim bo'lgan bo'lsa, 90 tadan ziyodi hammasi o'zbek.
Amerikada tug'ilgan, lekin o'zbek. Chunki ularga aytaman, o'zbek tilini hech qachon unutmalaring deyman. Bu bizni millatimizni tili deyman. O'zbek tilida gapiradi ular ham. Bir ikkita amerikanslar ham bor, qarab turadi. WhatsApp deb qo'yaman. Ingliz tili masalasi qiyin bo'lmadimi? Muloqot baribir endi sportda o'zining terminlari bor-ku. Bor, lekin baribir boya aytganimdek boshga tushsa, majbur bo'lsangiz qilay ekanda odamzod. Ko'p narsaga qodir odamzod faqat harakat qilsa, hamma narsani qiladi. Inson shu darajada kuchli qilib yaratganki, men bitta narsani tushundim aka, bu masalan bu ota tug'ma, bu qonida bor. Bu talant yo'q aka. Agar harakat qilsa, mehnat qilsa, chin yurakdan hamma narsani eplaygan odamzod. Sizning nomingizda Qo'yliq 5 ta ham juda maktab ochilgan edi. Bor 2 yil oldin bo'ldimi, 3 yil oldinmi shu juda maktab ochilganda. Ochilishida bor edi. Bor edi, men ham borgandim ochilishida. Haligi chiroyli qilib yonida basseyni ham bor edi. U zalli taqdiri nima bo'lyapti bugun? Unga ham borib turasizmi kelgan paytlaringiz? Endi hozir shunga o'xshagan zallar nechta dedi? Juda ko'p ochildi federatsiya tomonidan. Har bitta viloyatda ochilgan. Adashmasam 16 ta bo'ldi hozir. 16 ta. Qanchadan qancha bolalar shug'ullanib boshladi. Mana shu hozir federatsiyamizni juda rivojlandi. Baraka topishsin. Mana shu raisimiz Aziz aka Kamilov O'zbekiston zudosini shunaqa darajaga olib chiqdilarki, bu haqiqatdan ham hali ko'rasiz buni mevasini. Bu hech qachon yoshlar, o'smirlar to'xtamasdan yil 12 oy bunaqa zborlar bo'lmagan. Biza bitta kirganimizda 12 ta, 15 ta bola 4 yillab zborlarda yurganmiz. 20 ta bola bir kelib millatdan kurashib ketgan. Hozirchi mana hozir Aziz akani sharofati bilan har bitta nimada terma jamoada chetdan murabbiylar tajribali. Yana bular yil 12 o'ylab zborda ertaga ana shu zborlarning mevasi bo'ladi. Chunki bolalar hammasi nimada tartib intizomda, rejimda hammasi. Disiplina bor, uyqu, ovqat bor. Bular tayyor kadr. Sharoit yaratib berilyapti. Hozir faqatgina sportchilardan javob qoldilar, addachi deydi-ku. Shunaqa holatlar ham bo'lyaptiki, endi kuzatib boryapmiz. Bitta xorij yig'ini yakunlanmasdan ikkinchisi boshlanib ketyapti-da. Masalan, borishyapti, Vengriyaga borishyapti, Vengriyadan Germaniyaga o'tib ketishyapti, Germaniyadan yana qaysi Avstriyaga o'tib ketishyapti. Xalqaro o'quv mashg'ulot yig'inlari, Yevropani ko'zi ko'ringan davlatlari bilan birgalikda xalqaro o'quv mashg'ulot yig'inlari o'tkazilyapti. Qizlarimiz mana kuni kecha Yaponiyaga borib ko'dakanda shug'ullanib kelishdi-da. Bunaqa imkoniyatlar sizlar paytda bo'lmagan-ku, to'g'rimi? Yo'q, lekin bizada masalan bitta birinchi nomerlar 4 yillab bir kurashib yurganmiz. Faqat 1 yilda 10 talab musobaqalar, keyin chunki imkoniyat bo'lmagan rostdan ham. Shunaqa pul bo'lmagan zborlarda. Shuni evaziga mana shu 15 ta 20 ta bolani olib borib, shuni nimasi bilan natija, rezultat medallari bilan yana ham kelib yopib, yana ham shunga yarasha pul olib yurganmiz. Hozir mana ko'rib turibmiz-ku, shu uchun ham biz O'zbekistonda judo sporti rivojlandi. Hali ko'rasiz buni yana hozir birinchi nomer masalan xudo ko'rmasin biron narsa bo'lib qolsa yoki jarohat oladim, kasal bo'ladim, izidan juda tayyor bolalarimiz ham ko'pda. Undan tashqari yana yoshlar, o'smirlar, kattalar bu degani zo'r bo'ladi hali. Faoliyatingizdagi asosiy raqiblar o'sha Galstian, keyin ukrainalik Zantaray asosan shular bo'lgani. Yaponiyaliklardan ko'ra demoqchiman. Yaponiyaliklar ham bo'lgan, lekin ko'proq duch kelganingiz shu ikkalasi. Endi o'sha 60 kiloda faqat ko'zga tushadigan shu 4 ta 5 ta yaxshi sportchilar bor edi. O'zi aytgandek ukrainalik mana Arsen oshnamiz, keyin yaponiyalik Hiroki, Karis bor edi. Shular bilan faqat endi bilardik yarim final kurashishimizni. Shunga qarab kelaveraylik. Sizga natijasi ko'rsatgan sportchi yo'q-da. Endi hozir bo'lishi mumkin. Keyingi olimpiadada Bahodir Jalolovmi, hozir ikkita olimpiadada medal bor, Hasanboymi, Ulug'bek Rashidovmi, taekvondochimiz. Shulardan birontasi 3 ta oltin bo'lib qolishi yoki 3 ta medal bo'lib qolishi mumkin. Lekin hozircha yo'q 3 ta medal qo'lga kiritgani. 3 ta bronza medali.
bir intervyularingizda bir eshitgandim, bilmayman shu savol o'zim berganmidi, kim bergan edi. 3 ta bronza medalingizni bo'lmasa bittasi oltinga almasharmiz deganda yo'q deganingizda. Medallar rangidan farqlanishi mumkin, lekin medallar har bittasi olimpiada medal bo'lgandan keyin u to'g'ri. olimpiada medal degansiz. Har bittasiga 4 yillab mehnat, ham 3-o'ringa kurashib bronzani olish, xuddi bu finalda kurashib chempion bo'lgandayda. Kumushdan yuqori turadida, bronzaga olishib yutib chempion bo'lasizda. Boshqa sport turlarda masalan boksda yarim finalga o'tkazib qo'ysangiz bronza borda, bunda yo'qda. Bunda bronza olish uchun 2 marta kurashish kerak, repechejdan o'tish kerak, keyin yana alohida kichik final deydi-ku, bronza medali uchun qiyin kechadi. Endi bugungi kunda ana faoliyat murabbiylik sohasida davom etyapti. Ahayyoda yana sportchini boya o'zingiz ham aytib o'tdingiz, sportdagi bu hayotdagi emas, sportdagi umri qisqa bo'ladi. O'sha paytda nimadir qilib qolsa, nimadir orttirib qolsa, keyingi faoliyat uchun bu zaxira vazifasini bajaradi. Hamma ham masalan murabbiy bo'lib ketavermaydi, sportchilik faoliyatini yakunlagani, yuqtirgani bo'ladi. Masalan, mashhur futbolchilardan, mashhur sportchilardan har doim murabbiy chiqavermaydi, mashhur murabbiy chiqavermaydi. Yoki teskarisi bo'lishi mumkin. Sportchilik faoliyat davomida mashhur bo'lmagan bo'lishi mumkin, lekin faoliyat davomida keyinchalik murabbiy sifatida mashhur bo'lishi mumkin. Mana nimani Ilyadis so'radigan bo'lsa, har ikkalasida ham sportchi 17 yoshda olimpiada chempioni bo'lgan. Legenda yo'q, hozir 17 yoshda masalan olimpiada chempioni bo'lgan. Haligacha o'sha rekordni ushlab turibdi. Murabbiylik faoliyatida ham shu narsa yaxshi ketyapti. Bizda ham yaxshi ishlab ketdi, yaxshi. Zo'r ishladi. Murabbiylikda ham haqiqatdan ham yaxshi hozir reyting o'rni dunyoda. Saudiyada ishlayapti. Saudiyada ham shunaqa bir arab davlatlarida masalan sportchilarni bilamiz, tambal dangasi bo'ladi-da. Lekin shunda ham hozir mana sekin o'smirlardan chiqaryapti-da. O'smirdan yaxshi sportchilar chiqadi. Bizni sportchilarimiz yetib qo'ygan vaziyatlar bo'ldi kadetlar orasida musobaqalarda. Shu murabbiylik haqida so'ramoqchi edimki, hayotda uzoq qolib ketmaysizmi? Balkim qaytish rejasi, taklif bo'lsa, xudo xolasa O'zbekiston terma jamoasidan, hozir terma jamoalardan, mana bugungi kunda o'sha KS do'stlaringiz ham biri Birlashgan Arab Amirliklarida ishlayapti. Endi aka, to'g'ri, o'zingiz aytganingizdek, hamma ham uni yo'lga qo'yib qo'yish mumkin. Hayotda masalan o'zi ishongan shogirdlarni qo'yib masalan to'g'ri aka, aytganingizdek, kuchli sportchidan kuchli murabbiy chiqmasligi mumkin. Lekin uni yaxshi natijalar ko'rsatgan bo'lsa hayotda, o'sha brendidan, otidan foydalanib biznes qilishi mumkin. Zallarni ko'paytirib va yaxshi murabbiylarni qo'yib. Masalan, mendan ham kuchli murabbiylar borda, men hali murabbiy bo'lib turib bir shogirdlarim meni olimpiada yoki jahon chempionatlarida medal olmadi-da. Rostdan meni Dinamoda ochib berishgan bo'lsa ham ishladim, lekin ma'lum bir vaqt ishladim. Menga ko'makchi, kuchli yordam bergan Elbek Umarov ustozimiz, yoshlikdan biza ustozlik qilgan, shu kishining tajribalari bilan yaxshi natijalar ko'rsatdik. Lekin boshimdan o'tkazgan narsani aka, baribir boya aytganimdek, gazeta o'qib emas, berib bilaman ham aka. Agar takliflar bo'lsa ham biz tug'ilib o'sgan joyimiz baribir, keladigan joyimiz shu aka. Qo'limizdan kelguncha agar yordamimiz tegsa, bolalarga, federatsiyaga, davlatimizga men boshim ko'kka yetadi aka. Har doim biz oldinga aka, orqaga yo'l yo'qligini bilamiz. Haligacha ham maslahatlashasiz Anatolich bilan, murabbiyingiz bilan. Bugungi kunda ayollar terma jamoasi bosh murabbiy sifatida ishlayaptilar. Yomon emas natijalar. Ustozim. Hozirgacha gaplashtirsiz, balki qanaqadir yordamchi murabbiy sifatida ham. Andrey Anatolich endi yaxshi murabbiy. Hozir federatsiyada ham yaxshi murabbiylar bor ekan. Mana hozir yana trenerlar bor-ku. Baribir tizim bor. Tizim bor. Muhimi tizim bor. Muhimi tizim bor. Natija bo'ladi. 66 kilogramm bilan 60 kilogramm baribir kuzatib borasiz o'zingizni vazn toifangiz bugungi kunda ham. Biroz oqsagandek tuyulmayaptimi nazaringizda? Chunki sizlardan keyin hech kim medal olmadi bu vazn toifasida. Og'ir vaznlarda o'sha 90, 100, plus 100 da oldik. Qizlarimiz ham mana Diyora keldi, Diyora tarix yaratdi, olimpiada chempioni bo'ldi. Qanaqa u tarixiy natijaga qayd etganligini ko'rdik-ku, mana o'sha Yaponiyalik sportchini qanaqa yig'latganini. Diyora keldi, Diyora kecha ham savol bo'ldi.
hammamizni natijalarimizni bitta qilib yopdi-da, baraka topsin. Hali biz O'zbekistonimizda oltin medal yo'q edi, faqat shu bitta kam oltin medal edi-da. Qizlarda yo'q edi-da. Yo'q edi, o'zi qizlardan ham, o'g'ildan ham olimpiadadan oltin medal yo'q edi, zudoda. Yo, sport turlarida ham o'zbek sportchilari tomonidan oltin medal qizlardan yo'q edi-da. Qiz ayollardan boshqa yo'q, sport boshqa turlarida sport. ham. Boshqa sport turida ham yangiladi-da. Baraka topsin. Endi bu degani-ki, baribir bizim mamlakatimizda judo sport va boshqa sport turlari, mana boks sporti juda rivojlandi. Endi baribir O'zbekiston deganda butun dunyo ehtiyot bo'lib, qarab, assalomu alaykum qiladi aka, baribir o'rganadi bu narsani. Oldinlar biza chiqib yurgan paytlarimizda O'zbekiston desak, ko'p davlatlar bilmasdi rostdan hamda, uncha biz bilan muomalasi ham yo'q edi. Salom bersak, ba'zi davlatlar haligi ham olmasdan, kurashaylik desa, kurashmasdan ham ketardi. Hozir bizni davlatimizga zborga kelib, o'sha zborlar, terma jamoalar bilan kurashib, yig'inlarda qatnashishni orzu qiladi boshqa ko'p davlatlar. Shu oxirgisi O'rozboyev bo'ldi adashmasam, Olimpiadada 66 kilogramda. 66 kilogram. 60 kiloda Diyorbek Rioda 66 da bo'ldingiz. Undan keyin bo'lmadi, menimcha medal bo'lmadi-da. Qanaqa baho berasiz hozir mana kimlarni ko'ryapsiz? Mana hozir Los Anjeles Olimpiadasida kimlarni ko'ryapsiz? Endi Diyorbek ham hozir ish boshladi-ku, murabbiy bo'lib. O'smirlar yoshlar terma zo'r uni ham mana natijasi, mana oxirgi Osiyo chempionatlarida yaxshi natijalar, uni ham shogirdlari yaxshi. Diyorbek ham zo'r kurashdi. Baribir sekin-sekin tajriba olib, ustozlardan so'rab nima tushunmaganini boshlab ketadi. Masalan, bizning davlatimizda kuchli mutaxassislar ko'p, rostdan ham ko'p. Bitta narsani hozir esimda borda aytib qolay. O'sha gullagan davringizda Yaponiyadan kelib, bu yerda bir sochi jingari bir murabbiy keldi. Respublika olimpiya zaxiralari kolleji o'sha paytdagi olimpiada ishladi ma'lum bir vaqt. Kuzatib bordim-da shu narsani, bu o'rgatgani keldimi yo Rishotni o'rgangani keldimi deb o'yladim-da. Keyin bilsam, u har bitta mashg'ulotingizni kuzatib borib, kechqurun yozib, qiz fotka jo'natar ekanda. O'sha 2010-yillar atrofida bo'lsa kerak, 2010-2011-yillar atrofida bo'lsa kerak. Kuzatishlarim asosida yaponlar sizni o'rganish boshlagan edi o'sha paytda. Esingizda o'zi bu paytlarni? Endi o'sha London olimpiadasidan oldin ham 2012-yili Rossiyadan judoni bizlar syomka qilishga televideniya keldi. Men trenerlarga ham aytdim, qo'ymaylar shularni manda. Lekin baribir bularga ba'zi psixologlar bor, sizni qo'ygan podpisingizdan sizni xarakteringizni bilib oladi-da. Bularga masalan ko'rsish kerak emas. Olimpiadadan oldin Timboli boshqa davlatlarga, boshqa murabbiylarga chiqarish kerak emas trenirovkani. Ular o'rganadi. Mana o'sha Arsen olimpiya chempion bo'lgandan keyin aytdi, men dedi, men buni pashti 4 yillab o'rgandim dedi. Intervyusida. Rostdan ham bular o'rganadi, yana olimpiadaga qanchadir vaqt qolgan, kelib Moskvadan, anaqadan, Rossiyadan trenirovkalarimizni pashti 1 oy mobaynida syomka qilib ketdi. Nimaga kerak bu narsalar? Misolda boshqa davlatlarga borsangiz qo'ymaydi, telefoningizni chiqarsangiz, zborlarda, yaponlarda masalan telefon olib syomka qilib apparatga qo'ysangiz qo'ymaydi, mumkin emas deydi. Trenirovka zborlarda syomka qilish mumkin emas deydi. Haqiqatan ham bular o'rganadi-da, kuchli psixologlar bor-da, masalan sizni hozir bilmasligi mumkin, lekin 1 oy mobaynida men siz bilan birga yursam, sizni xarakterlarni o'rganib olaman-da masalan aka. Mashg'ulotlarda nima ustida ishlayapsiz, qaysi priyom ustida ishlayapsiz, ular hammasini biladi. Yangi brosokli o'rganishingiz mumkin. Masalan, har bitta sapernigingizga para olib kelamanda, bu davlat saperni davlatda zo'rmi, shuni yiqishga priyom o'rganadi. Ammo bularni ko'rib o'tirsa, boshqa qilsa, syomka qilsa, keyin shunga qarshi ishlaydi-da bular ham. Qoidalarda ozgina o'zgarish bo'ldi. Sizlar shug'ullanib yurgan paytdagi yuko yo'q edi, yana qo'shildi hozir yana yuko. Bu qanchalik o'sha juzoni jozibasini oshirishga xizmat qildi? Qanchalik to'g'ri bo'ldi bu qarorlar yana qaytarish? Endi yuko qo'ygani yaxshi bo'ldi bir tarafdan. Chunki
ba'zida tushunarsiz bo'lib qoladida Vazari bilan Yuko. Vazari haqiqiy Vazari bir yonboshda yelkangizni bir tarafi tekkani Vazari. U ozgina ipponga o'xshash kerak-da, chiroyliroq bo'ladi. Ba'zida hakamlar chalg'idida, mana kelib tushib qolsangiz ham Vazari beraverdi. Ba'zida yo'q deydi, Vazari yo'q dedi, hakamlari bu chalg'itdi. Endi Yuko qo'ygani yaxshi. Mana bu taraf bilan tushadimi, bu taraf bilan tushadimi, baribir harakatni baholash kerak-da. Harakatni aniq baholash kerak. Yukoni borlik ko'ka ham qo'ysa yaxshi menimcha. Chunki ikkita zo'r chiqib qolgandan keyin bitta zo'r 5 minut harakat qilib oxirida bitta priyon kirdida kutiga tushirdi buni kutiga. Harakat borda, harakatni baholash kerak buni. Ko'ka berish kerak. Chunki bu harakat qildi. Bu qaytib tursa buni u yutib qo'yishi ham mumkin-da. Bu shuni kuzatib paylab 5 minut mobaynida 10 minut golden skor Krochvatsenko oldi kutiga. Bu Kokani ham qo'ysa, shu Koka, Yuko, Vazar, Ippon bu yaxshi bahola. Chunki hakamlar adashmaydi-da. Sportchini ham harakatini bahola biladi, mehnati ko'rinadi. Mana o'sha Olimpiadada Bejingda Koka bilan o'sha Zatsev qilib Fransiyalik raqibimni Koka bilan yutib ketganman. Kerak-da bu. Kerak, qaytarish kerak. Ba'zida harakat baholash kerak. Yiqolmaysiz ham, Atsenko ololmaysiz ham zo'rda u. Zo'rligi ko'rinib turibdi. Ikkita kuchli polvonchisi, ikkita yaponchisi qanchalab kurashadi e'tibor bergansiz. Ba'zida yarim soatlab ham olishgan ular. Ular yiqolmaydi bir-birini, qo'yib bering, bir kun ham olishadi. Xo'p, o'sha nimalar haqida gaplashdik, Oxayadagi faoliyat haqida. Undan tashqari bir eshitib qoldim, trak sohasida ham bir biznes boshlash rejasi bor ekan sizda. Endi yigit kishiga 40 hunar oz deganda, hozir mana Oxayoga yaxshi murabbiylarni oldim ishga. Hozir o'sha Oxayoni o'zida yana Mason degan boshqa Cincinnati'daman. Yaqin tumanlarda ko'p o'zbeklar bor ekan, to 5 ta trenirovkagacha o'qishdan keyin yetib kela olmayapti bular. O'shalarni hozir shaharchasida o'tish niyatim bor. Baribir o'zim bitta zalda turganim bilan ko'p narsani bera olmayman men. Bitta niyat qilmoqchimanki, hamma shtatlardan o'chib turib maktablarda kuchli murabbiylari qo'yaman-da, chunki shunga yarasha pul ham beradi u yoqda, olasiz pul. Keyin murabbiy olib kelsangiz, birovdan pul so'ramaysiz, o'sha olgan vuznosingiz puli bilan yaxshi murabbiylarni trener qilib qo'yib bilaman. O'zbekistonda ham har bitta viloyatlarda ochish niyatim bor, trenerlarni zo'rlarni qo'yaman, o'zimni shaxsiy zallarimni ochaman, judo maktabimni. Keyin bitta katta baza qilmoqchiman kelajakda, xudo xolasa. Bunga o'zim homiylik qilmoqchiman, shuning uchun bizneslarni boshladim, biznesga kirdim. O'zim homiy qilib, hammasini yig'ib bir joyga tayyorlab, bularni ertaga telefondan ham uzoqda aka, bu faqat til o'rgatib, mana ingliz tili, rus tili aka, matematika, IT sohalarini qo'yib, sportni ham birgalikda qo'yib, bularni ham harbiy aka, kelajakda xudo xolos professional sportchi bo'lmasa, ham harbiy sohasida voyenniy tayyor davlatga kadrlar bo'ladi. Hamma olimpiada, jahon chempionatlari kurashadigan kadrlar tayyorlaydigan baza qilmoqchiman. Qayerda bo'ladi? O'zbekistonda, Amerikada? Endi O'zbekistonda bitta tog'da ochish niyat bor, xudo xolasa. Keyin Amerikada ham bitta shtatda ochish bor. Chunki zo'r bolachalarni qo'yib yuborish kerak emas-da, bularni olish kerak. Ota-onalar ham o'z Amerikada zerikib qolgan farzandiga qattiq gapira olmaydi. Ular har kun maktabga borganda ota-onang qattiq gapirdimi, urdimi, so'kdimi deb so'raydi. Agar ha desangiz, sizni militsiyaga berib yuboradi. Ota-onalar o'zi zerikib qolgan. Hozir biz agar shunaqa yo'lni ishlamasak, bolalarni telefon, kompyuter yeb qo'ydi. Ertalabdan kechgacha qayshib qoldi. Ba'zi bir bolalarni olib keladi ota-onalar, qo'lchalari mana shunchalik bo'lib qolgan, noziklashib qolgan, faqat mana bunga o'tirib qolgan. Bu nima bo'ladi kelajakda aka? Bundan zurriyot ham bo'lmaydi bunaqa bolalardan ertaga. Demak, mentalitetni ham o'zgartirishga harakat qilyapsiz hozir. Ana shuni aka. Shunday maktab ochilsa, siz farzandingizni qo'ymasmidingiz aka? Rostanda telefon yo'q aka. Kiradi, ovqat zo'r. Mana kerakmi til o'rgatadi, 2 soat o'tirtiradi, kompyuterda aytdi. Kerakli narsani oladi. Boradi, uxlaydi o'z vaqtida. Trenirovka, rejim, правильный ovqatlar aka. Mana bunaqa gamburger, qovurilgan narsalar yo'q. Bu qani kelajak avlodga tayyor kadrlar.
hamma xohlaydi mana shuni. O'zi kimdir o'tsa, men ham xohladim farzandimni berishga. Mana shunday niyat bor. Endi Xudo xolasa o'sha trakoviy bizneslarimizni, boshqa bizneslarimizni yo'lga qo'ysak, homiylar biriktirib, mana shunday bitta O'zbekistonda shunaqa maktab ochmoqchiman. Amerikada bitta mana shunday maktab ochmoqchiman. Xuddi maxsus sport maktab internatidek. Kirdik, armiya chista aka. Ertaga tayyor kadr tugatdimi, ketdi. Harbiy sohada ishlayveradi. Ha, harbiy sohada ham ishlayveradi aka. Keyin bironta davlat ishiga kirsa ham ishlab ketaveradi. Chunki Amerikada pulingiz bo'lsa, aqlingiz bo'lsa, sizni tarixingiz, istoriyangizga qarab любой institutga olaveradi. Institutda oldimi, sizni kelajagingizni ko'radi u maktab. Shunday maktabda o'qidingizmi, sizni любой joyga ishga ham olaveradi. Amerikada masalan ishlab, oila, moshin, uy hamma sharoit qilib biladi. 3 ta olimpiadada qatnashdingiz, uchalasida ham $200,000 mukofot puli davlat tomonidan beriladigani? Ha, davlat tomonidan berilgan pul mukofotlar va prezidentimiz tomonidan bebaho medallar bular menga yetarli darajada bo'ldi. Qarangda, shunaqa Ruslan Nurdinovga savol berganimda nima qildingiz? O'sha endi birovning cho'ntagini sanash emas bu, lekin to'g'ri yo'lga sarflash deganimda, aka dedi, bitta tanishim bor edi dedi, shu chorvagami nimagadir tikamiz, biznesga tikamiz dedi, meni kasodga uchratdi. Bilmagan sohamga pul tikib qo'ydim dedi. $200,000 shu bilan yo'qib ketdi deb shunaqa dedi. O'sha paytda pul odamda pul ko'paygan paytda atrofda do'stlar ko'payib qolar ekanda, o'sha paytda sizga ham shunaqa maslahat beradiganlar bo'lganmi? Ha, endi baribir bo'ladi aka, do'stlar. Shu uchun aytaman-da, farzandlarimga ham haqiqatan do'st kerak. Bu bor narsa, lekin do'st tanlashda adashmaslik kerak-da. Ba'zida bilmay qolasiz, shunday davr keladi, hech kimni eshitmay ham qo'yasiz-da. Eshitmaysiz, to boshingiz urilib, ko'zingiz ochilmaguncha yo'l tanlashda ba'zida odam adashadi baribir. Shu uchun maslahatim yoshlarga, endi biza biznesda tushunmaganmiz yoshlikda, mana Ruslan ham, endi bizning biznesimiz bironta joyda olib arendaga qo'yishda bo'ldi, ana shu kurashib yurganda chalg'imaysiz-da. Shunaqa bo'lganmi? Ha, men xuddi shu yo'nalishda ishlaganman. Ko'chmas mulk. Ha, undan tashqari ham lekin ketgan, unga magazin olib ber, bunga restoranga tek pul, unga bog' ol, bu qil bo'lgan vaqti kelganda pullar. Do'st deb aytdingiz-ku, hozir bormi shunaqa do'stlaringiz? Hali bemalol siringizni ayta oladigan yoki baribir bir narsa borki, har doim ham o'sha hamma gapingni aytavermagan. Hozir kundagi do'sting, sana o'sha har bir gapingni eshitayotgan, sirlaringni bilayotgan do'sting ertaga o'zingga dushman bo'lib qolishi mumkin va o'sha sen aytgan tomonlardan foydalanib, nozik tomonidan foydalanib, senga pandoshga berish mumkin deydi-ku. Do'stdan pan degan paytlaringiz bo'lganmi? Endi baribir bo'ladi aka, hayotda ko'p narsa bo'ladi. Sekin-sekin aytdim-ku, baribir Oq qorani tanib olasiz. Ha, oq qorani taniysiz, borib urilasiz aka, ko'zingiz ochiladi, orqaga qaraysiz aka, xulosa chiqarasiz-da. Shu uchun aytadiki, 2 qadam oldinga, 1 qadam orqaga. Orqaga qaraganda afsuslanish kerak emas, xulosa chiqarish kerak. Xulosa chiqar. Hozir 40 yoshdasiz mana, bu yil 40 yoshda o'rasiz, xudo xolasa. 40 yosh menimcha xulosa chiqaradigan yosh, ha? Haligi unda biz mana shu avlodmiz-ku, unda keldik, endi bu qarab ketadigan darajaga kelib qoldik-da deyarli. Shuni 40 yoshdan keyin qanaqa bu hozirgi xulosalar? O'sha 20 yoshdagi Rishod Sobirov bilan hozirgi 40 yoshdagi Rishod Sobirov o'rtasidagi bilan farqchida. Hozirgi agar dunyoqarash, hozirgi aql o'sha yoshda bo'lganda edi, baribir aytadi-ku, nima deydi? Har davrga bir davr deydimi, nimadir deydi. Baribir sekin-sekin bu narsani odamzod tushunib olaverganda ekan, lekin ko'proq bolalarimizga mana shu kitob o'qitish kerak ekan, ilmni berish kerak ekan, dunyo qarashini kengaytirish kerak-da. Dinni tanitish kerak ekanda. Oq qorani. Oq qorani tanitish kerak. O'shanda adashmayganda yo'lidan aka, baribir dunyo qarashi, fikrlashi kaltaroq bo'lsa aka, tez qaror qabul qilib ketasiz-da, keyin adashadi-da odam. Shu uchun o'qigan bilan o'qimagan. Haligi gunoh savob o'rgatish kerak-da. To'ppa-to'g'ri aka. Allohni tanigan odam hech qachon yo'lida adashmayganda aka. Rostdan. Shunaqa, agar Xudodan qo'rqmasa, bandasidan qo'rqmaydi-da. Ana shuni, iymoningiz mustahkam bo'lib ketaversa, do'stlaringiz kelaversin, qancha ko'p bo'lsa ham
sizni chalg'itolmaydi-da, yo'lingizdan u adashtirolmaydi. Agar iymoningiz sust bo'lsa aka, siz o'zingiz yo'lingizdan adashib yurasiz. Farzandlaringiz bilan bugungi kunda suhbatlasha olyapsizmi? Vaqt topa olyapsizmi? Ha, farzandlarim Nima bilan. haqida ko'proq suhbat bo'ladi bu jarayonda? Endi bolam deyman. Bu muhim narsa-da. Ha, endi bolam deyman, qanaqa maslahat kerak bo'lsa, nima hayotda senga yo'lda kerak bo'lsa, mendan so'ra bolam deyman. Men shu darajada ko'p odamlarni ko'rdimku, shu darajada insonlar bilan suhbat qildimki, mana shu sani do'stlaringni 100 tasini bitta qilsa ham meni ulardan ko'p narsa ko'rganman bolam. Shu uchun aytaman-da, do'st bo'lish kerak deydi. 12 yoshidan keyin katta o'g'lim 16 ga kirdi. Bolam, nima bo'lsa mendan so'ra deyman. Hamma senga hayotda boshimdan kechirdim bolam. O'sha kechirgan narsalarimni so'rab, men senga to'g'ri yo'l ko'rsataman deyman. Harakat qil, lekin bolam deyman, o'zing harakat qil. Chunki men o'zim harakat qildim hamma narsaga. Ota-onamning duosi bilan o'zim harakat. Shu uchun men senga investitsiya qilaman bolam. Mashina olib bermayman, uy olib bermayman, lekin chiroyli kiyintiraman bolam, yediraman, faqat o'qitaman bolam, o'zing harakat qil. Men yurmayman seni 30-40 yoshgacha orqangdan qarab, siqilib deyman. Bolam, bu yog'i o'zingga bo'lani. Pasport olding 16, 18, 20 yoshsan mustaqilsan bolam deyman. O'sha keyin aravangda o'zing tortishing kerak deyman. Rostdan-da, buni bitta bu bizda qolib ketgan bu siqilib, o'ylab, derazadan qarab, qachon keladigan deb ota-onalarimiz bir umr o'g'lini o'ylaydi, nevarani, chevarani o'ylab, yaxshi yemaydi, ichmaydi, sanatoriya bormaydi deb o'lib ketadi. Bu Amerikalarda unaqa emas. Ular pensiyaga chiqqandan keyin o'zi uchun yashaydi er-xotinlar. Nevaralar keladi, bir kun, 2 kun ko'radi, bo'ldi deydi, uyingga ayda deydi amak deydi. Haligi farzand eng rohatini ko'raman degan paytda ota-ona Endi ko'raman degan ba'zida ham ko'rib bilsa, bor havas qiladigan farzandlar, oilalar bor, lekin ko'rib ham yurganimiz borda aka, yillab, umr bo'yi bitta rayonga chiqmagan, bironta sanatoriya ko'rmaydi, bolam chaqam deb o'zbek shunaqa farzandi uchun jon qo'yadigan xalqda. Shu uchun aytaman-da, unga men ko'p chetda yurganman-da, bolalarimga aytaman-da, bolam, lekin men o'qitaman, investitsiya qilaman, faqat aql miyangga qilaman bolam deyman. Shu uchun men ularni zo'r o'qitdim. Ingliz tili, rus tillarida zo'r, IT sohalarida zo'r. Yana men aytaman, pasport oldim mana 2 yil, 18 yoshinggacha qarayman bolam. Ungacha o'zing harakat qil. Bironta ishni boshla. sportdan ketishmadi? Endi bu kichkinasi kurashyapti Dinamoda, Muhammad Ali. Ham futbolga ham boraman dada dedi, o'zing bor dedim, Paxtakorga gaplashib keldi, o'z futbolga ham borib turibdi, yaxshi. Unisi, lekin baribir qarayman, o'zimni yo'limni ko'rmayapman-da endi. Baribir aytadi-ku, bolani aniq yoshligidan ma'lum bo'ladi deydi-ku, biz aka balkim yo'qchilikdan zo'r bo'ldikmi? Bularni qaraysiz, xolodilniga aka to'la. Kiyimlarni qaraysiz, kiyim olib kelasiz, farzandlaringizga qiziq bo'lmay qolgan o'zi. Ba'zida bizni bitta kiyim olish uchun bir oy ishla desa, bir oy ishlardik, bitta futbolkani olib beraman, keyin go'y, davay desa, bir oyda qancha yer odam tashlaydik, ishlaydik, ota-onamizga yaxshi ko'rinay, nima qilib qo'ymay deb. Bularga kiyim olib kelasiz, yotib olgan uyda bolam, xursand ham bo'lmaydi bolam, mana senga kiyimlar. Mana nima, kiyimlarga o'chasiz, sizdan ko'p oyoq kiyim, sizdan ko'p kiyimlar, men bilayman. Uka ukani kiyimlarini kiyib katta bo'lgan avlodda bizda. Yashilari kavlab aka, bitta kiyim bilan aka 11 sinf o'sha bitiruvgacha bir tuzuk yangi futbolka ololmaganman, eslayman hozirgacha shu narsani. Rostdan shunday davrlar, balkim o'zimiz harakat qilganmizmi, bir narsali bo'laylik hayotda deb. Hozir farzandlaringiz tarbiyasi haqida gaplashdik. Hozir shu yoshda ham siz baribir kimdandir maslahat olsangiz kerak hali ham, haligacha. Bor, endi onamda duolari bor. Otam xudo rahmatli bo'ldilar. Alloh rahmat qilsin. Endi aka hayot bizlarni uncha-muncha
sinovlardan o'tkazib, tayyor kadr qilib tarbiyaladi aka. Biz o'zimiz ham vrach bo'ldik, o'qib yurgan paytlarimda ham professor bo'ldik. 2-3 institutlarda tugatdi aka. Alloh nazari tushgan prezidentlarimiz, podshohlarimiz bilan ko'rishdik 2-3 martalab mana. Birinchi prezidentimizdan 2 martalab mana o'sha hozirgi prezidentim Shavkat Miromonovich o'zlari 3 ta olimpiada kuzatganlar mana. 2008, 12, 16-yillar, 16-yil mana kutib olib o'zlari maktabimni ochib berib, el yurt hurmati ordeni berdilar. Bu o'sha qahramondan oldingi medal turadi. Bu medalda Artur Taymazov ham olgan. Keyin Onalar duosida endi bu. Onalarning duosi aka xalqimizda. Qachon gaplashasiz oxibatdagizlar bilan? Onam oldimdalar. Onam kelsam keladilar, oldimdalar. Hozirgacha shu ishida shu chiqaman desam, onam 68 ga kirganlar. Ha deylar. Qayerga ketyapsan deylar. Biz ham katta bo'ldik, 40 ga kirdik, borib kelaylik desam, tez kelinglar-da. Telefoningizga nima deb saqlanib qilgansiz? Ona. Ko'rsata olasizmi uni? Bemalol. Hozir masalan qo'ng'iroq qila olasizmi? Qo'ng'iroq qilib, ona sizni yaxshi ko'raman deb ayta olasizmi? Ha, aytamiz aka, nimaga aytolmayman. Ibrat bo'lsin bir yoshlarga. Onajonim mani. Onam hozir telefon qilibdilar o'zlari. Hozir qilibdilar, ana bekorga ochmaymiz mavzuni. Bo'lsin shularda duosi bilan har bir narsa. Dada. Assalomu alaykum. Ona? Ha, onajonim mehribonim mana, onajonim mehribonim. Ena, qalaysiz? Yaxshi bacham, yaxshi. Sog'indim sizni onajonim, yaxshi ko'raman sizni. Ha, yaxshi, rahmat. Ki? Xo'p onajonim, duo qiling ona, sizni duolaringiz bilan. O'tdingmi birodar? Yo'q, ha, uni har bitta nimadan intervyudan o'tdim-da, duo qilib berdingiz-ku. Bular ham mana hozir telefon qiling onangizga deganlariga sizga telefon qilyapman. Ona hamma eshitib turibdi sizni. Onajon, rahmat shunday farzandni dunyoga keltirganingiz uchun, tarbiyalaganingiz uchun rahmat. Sizlarga ham rahmat. Xudoga ming qatla shukr. Shunday qahramon bolani tug'ib dunyoga keltirganingiz uchun rahmat sizga. Rahmat ukajonlarim, sizlar ham tanijonlar sog' bo'lsin. Farzandlaringiz huzurini ko'ring. Amin. Allohu akbar. Mayli. Rahmat onajonim, sog' bo'ling, hozir boraman, gaplashamiz. Hay bacham, jonim o'g'lim. Xo'p, sog' bo'ling. Rahmat, onajonlarimiz sog' bo'lsin. Gap yo'q. O'tdik bir narsa. Endi otalarimizdan keyin katta bo'lib qolar ekanmiz-da. Shu aka, onam ham ko'p aytadilar, ketma bolam, ketma deydilar. Endi onajon shuncha ishni bir qadam qilib boshladim, endi bir borib kelib yuraman ona deyman-da, bir borib kelib oldingizda yuraman deyman. Onam faqat shu O'zbekistonda zallaringni ko'paytir, sen ham ko'p bolalarga ishlashing kerak, seni biladi deb onam polvon bo'lganlar-da, otalari ham polvon bo'lganlar-da. Ko'p aytadilar-da, musobaqadan oldin uni qanday kurashishim kerak desam, bolam ko'ziga qarab kurash, tikka kurash, tushundingmi? Egilma, orqaga qaytma deb ko'p anaqa qilaydilar-da. So'rab. Dadangiz qaysi ko'p so'zlarni eslaysiz, ibratli so'zlarni? Otam ham endi nima polvon bo'lganlar, otam tarafdan kuchli polvonlar o'tgan, otam borib o'zlari qo'yganlar mana shu olotga, maktabga. Otam endi uncha qilmaydilar, qattiq. Men ko'p maktablardan ham darslardan to'g'risi chiqib kurashlarga ketganimda ham uncha qilmaydilar, bilaydilar shekilli-da, men sezganlar-da, polvon bo'lishimni. Otam ko'p duo qildi. Qattiq bo'lgan bular? Yo'q, tarbiya masalasi. Ha, otam endi yaxshi ko'raydilar-da, polvonlar faqat musobaqalarga, to'ylarga olib yuraydilar.
O'tganlar Alloh rahmat qilsin, qolganlarni salomat qilsin. Siz bilan endi mavzu juda ham ko'p bir-biriga ulanib ketaveradi, uzoq suhbatlashishimiz mumkin. Bu suhbatni keyin kelishingizga olib qo'yamiz, xudo xohlasa. Kelganingiz uchun rahmat. Savollarimiz juda ham ko'p edi. Muxlislardan kelgan savollar bor edi. Muxlislar xafa bo'lishmasdan, keyingi ko'rsatuvlarda albatta yana bu mavzularga qaytamiz, chunki oldinda Osiyo o'yinlari turibdi. Mana dzyudochilarimiz ishtirokida aynan Yaponiyada bo'ladi musobaqa. Undan tashqari jahon chempionati bor kattalar o'rtasidagi va eng muhimi 2028-yilgi Amerikada o'tadigan. Sizni kutib olasiz, xudo xohlasa, sportchimiz borganda Olimpiya o'yinlari bor. Kelganingiz uchun rahmat va bugungi suhbatimiz so'ngida aytar so'zlaringiz bo'lsa, siz qanaqa bir savollar bera olmay qoldikmi? Shu gapni gapiraman deb kelgan bo'lsangiz, o'sha gapni so'rab aka, endi ishlaringizga omad. Men sizni anchadan beri kuzataman. Biz bir-birimizni yaxshi bilamiz. Rostdan Amerikadan turib olam sportini ham kuzatamiz. Biz musobaqalarda ko'p kirib, internetlardan, telegramlardan kuzatamiz. Olam sportiga ham aka kelajakda omad tilayman. Xudo xolasa Olimpiadada barcha O'zbekiston sportchilariga, sport federatsiyasiga, Olimpiya qo'mitasiga, rahbariyatiga omad tilayman. Xudo xolasa ana shu Amerikada bo'lib o'tadigan Olimpiadada yaxshi natijalarni qo'lga kiritib, sovrinli medallar bilan reytinglaringiz yangilaydigan paytlar keldi. Xudo xolasa endi. Aytganingiz kelsa, xush kelibsiz, xush ko'rdik. Eshigimiz ochiq, har doim kelganingizda kelsangiz biz boshimiz osmonga yetadi. Rahmat aka. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling.